Inson nimaga haddan ortiq mehr qo'ysa, nimani yaxshi ko'rsa, qalbi sekin-sekin o'sha narsaga asir bo'lib qoladi. Odam fitrati shu. Qachon u nafsiga oshno bo'lsa, dunyoga qattiq bog'lanib qoladi. Keyin esa Yaratgan Zot ba'zan imtihon yuboradida insonni jazolash uchun emas, uni uyg'otish uchun. Kimdir joni, moli bilan, kimdir farzandi yoki sog'ligi bilan sinalsa, yana kimdir xiyonat kabi qalb og'rig'i bilan sinaladi. Xuddiki, ey bandam, meni unutma, sen faqat dunyo uchun yaratilmagansan degan ilohiy chaqiriq kabi. Shunday ekan, har bir qiyinchilikda dodvoy qilib nolishmas, tafakkur qilib, alhamdulillah, sendan boshqa iloh yo'q deya oladigan darajaga yetsak, ayni ilohiy darsni olgan bo'lamiz siz bilan biz. Chunki ba'zan eng katta mo'jiza bu bizni muammoimizni yo'qolishi emas, ishoning. Haqiqiy mo'jiza ruh o'z egasini hayot bo'lib turgan vaqtida topishidir.